23. bab. Perverdigar İsraillarga düşmanlarını boysundurup amanlık begenden keyin xeyli zamanla ötdi. Yoşuva mu kerip kaldı. Yoşuva barlık İsrail halkını hem de ularning aksakallarını, başlıklarını, sotçilarını ve serdarlarını yığıp ularga mundaq dedi. Men kerip kaldım. Sizler Perverdigarınlar Xudoning sizler üçün etrafınlardaki yot xalqlarni qanday qilganligini o'z ko'zinglar bilan ko'rdinglar. Perverdigarınlar Xudo sizler üçün urush qildi. Men sizlarning har qaysi qabillaringlarga sharqda Iordan daryosidan tortib g'arbda o'tira dengizgacha bo'lgan zeminlarni taqsim qilib berdim. Men sizlarga biz boşundurgan barlık yat xalqlarning zeminlerini ve biz texi boşundurmagan yat xalqlarning zeminlerini mu taqsim qilib berdim. Perverdigarınlar Xudo yat xalqlarni sizlarning ko'z oldinglarda shu zeminlardan qo'g'lab chiqirdi. Perverdigar sizlarga va'da qilganidek sizlar shu zeminlarga ega bo'lasizlar. Sizlar Musa payg'ambar orqali tushirilgan Tevrat kanuniga qattiq amal qilinglar. Uning yo'lidan chetmanglar. Sizlar aranglarda qolgan boshqa yot xalqlar bilan orlashib ketmanglar. Ularning ilohlarini tilga olmanglar. Ularning ilohlarining nomi bilan qasam qilmanglar. Ularning ilohlariga sajda qilmanglar va ularga cho'qinmanglar. Sizlar hozirgacha Perverdigarınlar Xudoga sodiq bo'lib keldinglar. Buningdan keyinmi uningga sodiq bo'linglar. Perverdigar kuchlik va qudratli bo'lgan yot xalqlarni oldinglarda qo'g'lab chiqadi. Hozirgacha hech kim sizlarga teng kelamidi. Sizlarning bir odiminglar dushmanning 1000 odimini qo'g'lab chiqadi. Chunki Perverdigarınlar Xudo va'da qilganidek sizlar uchun jang qildi. Sizlar o'zinglarning ish amaliyatinglarga diqqat qilib, Perverdigarınlar Xudoni chin dilinglardan so'yinglar. Agar Xudodan yuz o'rsanglar, oranglarda qolgan yot xalqlar bilan orlashib, ular bilan do'stlashsanglar va nikohlashsanglar, bilinglarki, Perverdigarınlar Xudo bu yot xalqlarni zemininglardan qo'g'lab chiqamaydi. Shundaqla Perverdigarınlar Xudo sizlarga ata qilgan bu go'zal ziminda biringlarmi saq qolmag'icha bu yot xalqlar sizlarga tuzaq, qopqon va yoki dumbanglarga urilgan qamcha, ko'zinglarga qadalgan tikan bo'ladi. Meningmi umrim oxirlashib qoldi. Shubhisizki, sizlarning ko'nglinglarga ayon Perverdigarınlar Xudo sizlarga bergan va'dasining birini mu qoldirmay hammasini amalga oshirdi. Lekin Xudo sizlarga bergan yaxshi va'dalarning hammasini amalga oshirganidek, sizlarmi Perverdigarınlar Xudoga e'tiqod qilmasanglar, u sizlarni ogohlantirib aytgan baloyu ofatlarni beshinglarga yog'dirdi ham sizlarga ato qilgan bu go'zal zemindinmi sizlarni qo'g'lab chiqirdi. Agar sizlar Perverdigarınlar Xudoning ajdodlaringlar bilan qilgan ahdisini buzib, boshqa ilohlarga cho'qinib, ularga sajda qilsanglar, Perverdigar sizlarga qattiq g'azabini yog'dirdi. Perverdigar sizlarga ato qilgan bu go'zal zemindan bir damdila yo'q qilinsizlar.